Bu foniy dunyoda banda uchun saodatga erishmoq baxtdir. Ammo yaratgan egamning ana shu ne'matiga muyassar bo'lmoq osonmi? Faqat qalbida iymon e'tiqodini saqlagan, haq yo'ldan adashmagan, halollik va yaxshilik amallarini o'ziga mezon qilgan insongina ana shu saodatga yetishmog'i begumon. Bugun biz ana shunday saodatli nuroniy Jonuzoq bobo Turdimurodov to'g'risida so'z yuritamiz. Ne bir zamonlar o'tdi. Bu xotirjam nigohlar taqdirning ko'p sinovlarini ko'rdi. Jonuzoq boboning nigohida ana shu sinovlardan rozilik, xotirjamlik, shukronalik borligini anglayman. Iste'fodagi podpolkovnik Jonuzoq Jo'liyevich Turdimurodov 1940-yil 18-aprelda Jizzax tumani Qanli qishlog'ida tavallud topdi. 1960-1963-yillarda sobiq ittifoqning Sibir o'lkasidagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli harbiy qismda xizmat o'tadi. 1964-yil 18-aprelda Jizzax shahar Ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik saqlash hibsxonasi militsioneri lavozimida xizmatni boshladi. Ma'lumoti oliy 1964-1966 yillarda Ichki ishlar vazirligi Toshkent o'rta maxsus militsiya maktabini, 1971-1976 yillarda esa Toshkent oliy militsiya maktabini tamomladi. 1964-1975 yillarda Jizzax shahar Ichki ishlar bo'limi Jinoyat qidiruv katta tezkor vakili, Jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i, shahar Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. 1976-1979 yillarda Forish tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i. 1979-1987 yillarda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi OBXSS boshlig'i. 1987-1991 yillarda ikkinchi maxsus komendatura boshlig'i. So'ngra viloyat Ichki ishlar boshqarmasi OBXSS katta tezkor vakili lavozimlarida samarali xizmat qilib nafaqaga chiqdi. 1994-1996 yillarda viloyat davlat soliq boshqarmasida maxsus nazorat bo'limi boshlig'i lavozimida, so'ngra jamoatchilik asosida 2009 yilga qadar viloyat Ichki ishlar boshqarmasi faxriylar kengashi raisi sifatida faoliyat ko'rsatdi. Jonuzoq bobo Turdimurodov urush davri va urushdan keyingi tiklanish voqealariga guvoh bo'lgan inson. Boshidan ne qiyinchiliklarni o'tkazmadi deysiz. Bariga bardosh bergan, kelajakka intilib kurashgan, sabr toqat bilan yashagan matonatli faxriylarimizdan. Kırk 43 yillarda kechasi obıska qilardi. Nega? Armiyadan haligilar voyenkomatdan odam kelib. Nima bo'lsa, ortiq bo'lsa, urushga yo'nalish kerak. Bitta ko'rpa bo'lsa yarmini olardi, ikkita bo'lsa bittasini olib ketardi. Olacha, haligi chopon, nima oyoq kiyimman shu armiyaga, front orqasiga moy bor edi qorinda. Uni olib ketdi. Bir 5-6 kiloligi bor edi. Bakkai. 4 kilosini olib ketdi. Bu kunisiga yana keldi. Hech nima yo'q. Keyin bitta sigir bor edi, shuni yetaladi. Enam ching'irib, baqirib yig'ib yotib oldi. Enam bilan sigirni sudrab ketyapti. Enam aytdi, o'zimni o't qo'yaman hozir dedi. Buni 6 ta yetimni menga otasi tashlab ketgan. Qanday boqaman dedi. Haromlik qilishga iymonim qabul qilmayapti dedi. Hech kim qabul qilmasa, bir turam non bermasa hech kim dedi. Akalari yo'q, og'alari yo'q dedi. Shu bilan sigirni tashlab ketdi. Lekin yana aytaman, bo'ydaqnalik deb opam turmushga chiqqan yo'q edi. Ketmam bilan ishlaydi. Bo'ydaqnalik bor edi. Erga tegmasa 18 dan keyin bo'ydaqnalik keladi. Yoki uylanmasa. Uylanmasa.
Keyin tutun puli deb keladi. Nima deydigan tutun puli? Tutun buni haligi uydan endi Mo'radan chiqqan tutun. boridan chiqqan tutundan. Tutun puli. Shunga ham tutunga soliq olganmi? Shuna keyin 3% zaym degan narsa bor edi. 10 ming, 5 ming olib keladi, unda dollar qatar edi. Juda qiyin edi. To'lash qiyin. Pul bermaydi unda. Mehnat faqat, mehnat. Ketman chapadi, mehnat. Norma beradi, 30 sotik yerga paxta egasan, o suvarish kerak. Arpani qo'lma uradi, bug'doyni qo'lma uradi. Tikan, yantoq bosib ketgan shuni oralab, keyin olib kelib buvib, belini buvib qirmon qiladi. Qirmonni keyin otga, eshak, ho'kiz, sigirlarni qo'shib aylantiradi. Maydalagandan keyin shunda otadi haligi bilan sovuradi. G'alla qiladi, samanlarga ketadi. Shuni qoplab, mana 7-mil kamerat 36-yilda bo'lgan. Hozir bilmayman nima bo'lgan. 40 yil ishladi qo'shnim. Musulmon qatirib bitta kastim bilan bitta shim bilan o'tdi. O'lganda kapanga odam topolmay qoldi. Kapanga. Kapan ya o'l ya dedi aka ya. Peshonan o'ylg'ur aka dedi Nazarova Xochapa. 40 yil dedi Zagadinda direktor bo'lib 7 metr kapan sengan hozir chop borib Fatmaga aytdim apka. Uydan 15 metr kapan olib bordik. Dunyo shunday edi-ku, og'riydi. Jonuzoq Turdimurodov sag'irlikda o'sdi. Sanam enasi 4 o'g'il, 3 qizni katta qildi. Otasi Jo'li Turdimurodov Sibirga quloq qilingan. 28 yoshida vafot etgan. Qayerga ko'milganligini bilmaydi. Sog'di ismli 4 yoshli singlisining "Ena, non bering" deb elangani, qo'lini cho'zib ochlikdan o'lib qolgani haligacha boboning ko'z o'ngidan ketmaydi. Nemis fashizmga qarshi olib borilgan bu shafqatsiz urushda xalqimiz nafaqat jang maydonlarida, balki front ortida ham matonat bilan mislsiz mehnat qildi. Yurtdoshlarimiz bor budini frontga jo'natdi. Urushning azob-uqubatlari hech kimni chetlab o'tmadi. Evakuasiya qilinib, birinchi Qrimdan keldi. Qrim tatarlari. Keyin Chechenlar keldi, Inguslar keldi, Dag'istonliklar keldi. Biz Xitoyliklar keldi. Ko'chada ani non deydi. Men mayli o'lsam mana ol deydi. Odamlar o'zi ismaloq yeb, ismaloqni g'ijimlab suvga solib, qaynoq suvga ismaloqni bargidan pishirib, bunday qilib tappi qiladi. Keyin tusaveradi. Shirin bo'lar ekan, yeyverasan, unda ishib ketaverar ekan. Tappi 7 kundan keyin shunday yiqilib yurak qisib qolar ekan. Appar ko'mat odam yo'q. Kapan yo'q. Kunlar qaytmasin. Jannatda yashayapmiz hozir. Jannatda yashayapmiz hozir. Ha. Jonzoq bobo nega bu o'tgan qahatchilik davrlarini tez yodga olib turadi dersiz? Farzandlarimiz ota-bobolarimizning boshidan kechirgan og'ir kunlarini bilsin. Mustaqil vatanning saodatli kunlarning qadriga yetib kamol topsin deydi. 1963-yil dekabr oyida harbiy xizmatni o'tab qaytgan navqiron yigit Jonuzoq Turdimurodov ichki ishlar organiga xizmatga kirishni niyat qildi. Harbiy kiyimni, pagonlarini olib tashlab ancha vaqt kiyib yurdi. Bir kuni mahallaning uchastkovoyi Rajabali Eshmatov uni ko'rib qolib, militsiyaga xizmatga kirmaysanmi deb maslahat berdi. So'ngra
uni Jizzax shahar ichki ishlar bo'limiga boshlab bordi. Bu yerda ularni kapitan Ismoil Esonov kutib olib, bo'lim boshlig'i podpolkovnik Ergash Zokirov huzuriga olib kirdi. Savol-javoblardan keyin nomzod Jonuzoq Turdimurodov Xavos ichki ishlar bo'limiga yo'llanma oldi. Bo'limda ofitserlar Olmos Boboyev, Xo'jabek Mansurovlar nomzodning hujjatlarini tayyorlashdi. Bu vaqtlarda maxsus tekshiruv natijalari ham Moskvadan kelardi. Jonuzoq Turdimurodov nihoyat yaxshi insonlarning yordami bilan 1964-yil 16-fevralda Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi Jizzax shahar ichki ishlar bo'limida militsioner lavozimida xizmatni boshladi. El tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashdek sharafli kasbda uzoq yillar samarali xizmat qildi. Ko'plab ulug', oliy janob, mardu maydon, elparvar insonlarni ustoz deb bildi. Olmos Boboyev, Xo'jabek Mansurov, Yorulla Norbekov, Ahmad Matlyubov, Qaynar Qarshiboyev, Nazirjon Ibragimov, Saot Yahyoyev, Nizom Abdusamatovlar haqqiga doimo duo qiladi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Jizzax viloyati tashkil bo'lgandan keyin Sirdaryodan ajrab Said Mamedovni Yarlakani Sharaf aka olib kelib yerga bu plinim qilib, plinimda tayinlab ketdi. Yarlaka keyin izdoniyalarning hammasini Yarlaka qildi. O'dini 12 ta Rayaddil, Go'radilni qildi. 12 ta Go'radilni. Tayirib, Obisolkom, Obkom, bütün Garkom, Raykomlarga hammasiga izdoniya qilib berdi. 5 yil tayirib ishladi. Yarlaka 10 yil ishladi. Ko'p insonlarga yordam berdi. Ko'p shogirdlari bor edi. Juda mehribon inson edi odamga. Ahmad aka juda ham yaxshi odam edi. Odamga mehribon. Ahmad Matlub. Kelib ketib turardilar bizaga. Men 2 xona, 1 xona uylarda yashaganman endi. 2 xona uyda 5 ta bo'laman. Qo'limda qizcham bor, 3 oylik, men 2 oylikman. Ko'rgali keldi. Ko'rib degana ko'zaliga chipishga chap ketdi ne deydi. Shu qizini ko'rdi, keldi, yedi, ishda mehmon qildik. Men kirmas edim u vaqtga. Vallar mana bu bayaqlar hangama qilib o'tirib. Ketayotganda kelin dedi. Oldiga bordim, bunday qilib assalomu alaykum deb ko'rishib so'rashib. Men kalit dedi. Kalitni qo'lima berdi, uyning, ana shu uyning kalitini. Bu uy sizga torliq qiladi, bolalar qayerda yotib turadi dedi. O'ting dedi. Qizimni o'rab chirmab o'ting, men shu qizimga berdim shu uy dedi. 27-noyabr kuni ko'chib o'tdim. Qaynar aka ham zo'r inson edi. Aqlli, operativ robotnik edi. Kecha-yu kunduz ishda bo'lardi. Kecha-yu kunduz Qaynar aka ham juda bir ajoyib inson edi uka. Qaynar akalar, Yangibay Timurov deganlar bor edi uka. Abduvali Rustamov degan, polkovnik Ne'mat To'rayev Pashanlar juda bir ajoyib insonlar edi. Mana shu o'zini qurganda kecha-yu kunduz shu odamlar ishladi. Shanba bozor militsiyalar ishlardik, barimiz Dug'oliga qarashardik, shkatorkasiga. Bu piltalarni yangi yerdan tashiganmiz. Abdulaziz Rustamov, Nabi Murodovlar bari. Juda ajoyib inson. O'sar Eshonqulov degan bor, Go'radilda urush qatnashchisi. Ahmad Eshonqulov deganlar bor edi. Muzrab Jabborov degan bor edi. Alisher degan bor edi, Xudo rahmati. Jonuzoq bobo Turdimurodov el osoyishtaligi yo'lida xizmat qilgan fidoyi insonlar Nuriddin Narxo'jayev, Suvonxon Normuhammedov, Inomjon Mansurov, Temur Aydarov, Damir Tugalov, Odiljon Allanazarov, Abdurayim Sattorov, Nabijon Murodov, Rajab Hazratqulov, Muzrabjon Jabborov, Maqsadilla To'rayev, Nazim Muhammadov, Shokir Mamatov, Abduvali Darmenov, Shukur Karimov, O'ktamjon Mahmudjonov, Mamatqul Rasulov, Abdurazzoq Muxtorov,
Samariddin Soatov, Sahiddin Ko'chiyev, Sadulla Fayzullayev, Anorboy Eshboyev, Xotam Uzoqov, Muhiddin Atamurodov, Sabarali Hakimov, Shoim Hakimov, Olim Xudoyberdiyev, Mardon Shayzoqov, Xolmurod Rahmatullayev, Rustam Tog'ayev, Musulmonqul Olimov, Ernazar Sattorov, Begmat Isroilov, Mirsayid Rasulov, Toyir Sarimsoqov, Qo'chqor Abdullayev, Adham Nurullayev, Sadulla Davletov, Oqiljon Soliyev, Ahmad Rajabov, Sharof Nazarov va ko'plab osoyishtalik posbonlari bilan birga xizmat qilganligidan faxrlanadi. Ustozning o'tgan umriga bir nazar tashlasak, yetimlik qiyinchiliklari, xizmat mashaqqatlari, yaxshilar yaxshiliklari, sobiq ittifoq qattollarini, fitna-yu tuhmatlarini ko'rdi. Balo qazolardan o'tdi. Mash'um kunlar ham ortda qoldi. Podpolkovnik Jonuzoq Turdimurodov xizmatda avvalo iymon e'tiqodini asrab avayladi. O'zligini unutmadi. Xudodan qo'rqib yashadi. Pinxona istig'for aytishdan to'xtamadi. Ustoz mahallaning nuroniylari bilan o'zi o'qigan maktabga borishni kanda qilmaydi. Chunki bu ilm o'chog'i ham Jonzoq bobo uchun muqaddas dargoh. Bolaligida hattoki qishda ham yalang oyoq qor bosib mana shu maktabga ilm olishga talpingan. Beixtiyor fidoyi o'qituvchilardan, darsdan, ilmdan najot topgan. Bugun bu baxtli o'quvchilarni ko'rib qalbi quvonadi. Ne baxtki, Jonzoq boboning ustozlaridan biri Nizom bobo Abdusamatov hozir 97 yoshda. 1951-yilda Jonzoq boboga, uning sinfdoshlariga fizika fanidan dars bergan. Allohga behisob shukronalar bo'lsinki, ustoz va shogird mana shu dorilomon kunlarda didorlashib turishibdi. 51-yili men bularni o'qitganman. Texnikumni tamomladingda bir yil o'qituvchilik qildim. Juda sho'x ilmga tashna yigitidir. Mana yillar o'tib hozir 75 yil bo'ldi o'sha. 75 yil. Kolxoz raisi bir kuchli odam edi, Abdurahmon aka Norqulov degan. Sho'xlari 51-yillari. Shu undan keyin mana ko'p bobo xizmatda ishladilar. Bu yerda shunday bir insoniy xususiyati borki, birovga og'ir gapirmaydi. Kim bilan muomala qilsa, kim bilan demaksa suhbatlashsa, o'sha suhbatlashish o'rnam yana suhbatlashishisi keladi. Chunki o'ziga o'sha odamni jalb qiladi. Mana farzandlari bor. Men ko'p marakalarga boraman. Ko'p valiylarga. Juda tarbiyalik. Farzandlarini ham juda yaxshi tarbiyaladi, o'qitganlar. Birovni dilini falonchi og'ritibdi degan gapni men shaxsan eshitganim yo'q. Organda ishlarlar qilish. Endi
Davrada hammamizni istagimiz bu. Hammamizga ham Alloh bu bir marta keladigan hayot bu. Uzoq umr bersin. Rahmat. Sizga Rahmat. mani yoshimdan o'tib Sizga yetib olayım. Jonzaq Jo'liyevich haqida to'lqinlanib gapira oladi. Nega? Chunki bu inson mana shu maktabda ta'lim olgan va shu maktabda ta'lim olib, oliy o'quv yurtiga kirayotgan talabalarga ko'p yordam qilgan. Qaysi ma'noda? Ularning borib o'qitgan joylariga borib, stipendiyadan qiynalsa, 400 so'm pulini bergan. O'qishni shunday davom ettirgan bo'lam. Bunday kadrlar juda ham jamiyatga kerak degan daldalari bo'lgan. Shuning uchun ham bu kishini ko'pchilik o'ziga bir ustoz deb biladi. Naq shogirdlardan ikkitasi bugungi yuridik fanlari doktori, professor, ilmiy darajasiga ega, katta bir nufuzli oliygohda ta'lim tarbiya beryapti. Masalan, Abdug'afur Hamidovich Sattarov, yuridik fanlari doktori, bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi kasaba uyushma qo'mitasida bosh mutaxassis bo'lib ishlab kelyapti. Va ikkinchisi Isomiddin Umarovich Ismoilov degan kishi. Bu kishi ham yuridik fanlari doktori, professor. Ichki ishlar akademiyasida ko'p yillardan beri ishlab, u yerda kafedra mudiri bo'lib ishladi. Eng faol kafedra mudiri nominatsiyasi bo'yicha ham g'olib bo'lganlarni bilamiz. Ularning dissertatsiya himoyasiga ham bu kishi hammasiga borgan. Kerak bo'lsa ular talabalar paytida sal nimadan chiqimga tushib qolgan bo'lsa yordam ham bergan. Faqat ularga emas, oliy o'quv yurtiga kirgan bolalar borki, hammasidan xabar olgan. Chunki u paytlarda oliy o'quv yurtiga kirayotgan bolalar son jihatdan kamroq edi. Garchi maktab bitirsa ham, maktab bitirgandan keyin ishlab chiqarishga shumib ketardi. Yigitlar ham xuddi shundayda. Ularni rag'batlantirib turgan bu odam. Yana bir narsani xarakterli tomon aytishim kerakki, bu kishiga qadar bu mahalladan boshiga shapka kiygan, forma kiygan odam bo'lmagan. Shu odam shu yo'lda ochib berdi. Ortidan keyin o'nlab shogirdlar yetishtirib chiqdi. Hammasi ham bugungi kunda el ardog'ida nufuzli vazifalar ishlab, ko'plari mana iste'foga ham chiqdi. Jonzaq bobo Turdimurodov bizga ota qadrdon. Dadamlar bilan birgalikda ichki ishlar idoralarida, Jizzax shahar ichki ishlar idoralarida ishlaganlar. U vaqtda dadamlar bilan birga ishlashgan. Mana Jonzaq akam Turdimurodov bo'lsa, Yahyo Ibsoat aka, Xudo rahmatli. Endi ko'pgina Norxo'jayev Nurdin akam ko'pginalari endi bu dunyodan o'tib ketdi. Lekin Jonzaq aka Turdimurodov bilan biz juda qadrdonmiz. Bordi keldimiz shu kungacha biron kun uzilmagan. Doimo yaxshi yomon kunlarda birgamiz. Undan tashqari boshqa vaqtlari xabar olib, salom alaykum turamiz. Ko'rishib turamiz, telefon orqali bog'lanamiz. Har juma qilib bir-birimizni tabriklaymiz. Jonzaq bobom endi o'ta tajribali, ichki ishlar idoralarida ko'p yil ishlagan, juda ham ko'p shogirdlarga ega bo'lgan ustoz odam. U kishi nafaqat dadam bilan ishlashgan. Mana shu 85-86 yillardan boshlab o'zim ham birga u kishini qo'llarida ishladim. Undan keyin alohida boshqa bo'limlarda ishladim, lekin o'sha Jizzax viloyati ichki ishlar idoralarida yonma-yon ishlashdik. Yoshlarni ko'p tarbiya qilgan, xalqqa ko'p qayishib, xalq bilan birga hamnafas bo'lgan insonlardan. Ulardan men o'ylaymanki, hech kimning ko'ngli qolmagan. Biron vaqtda shuncha 20-30 yil ishlashgan bo'lsak, ko'proq ham biron vaqtda bu kishining og'zidan bir yomon gap chiqqanini yoki birovni bir haqorat qilgan gaplarini eshitganim yo'q. Faqat shu bolam to'g'ri yuringlar, to'g'ri ishlanglar, Xudoga qaranglar, rahbarlar gapidan chiqmanglar deb bizga tasfiya berib borardilar. Siz haqiqatdan ham baxtli insonsiz. Mana ulug' yoshlarga kirib yuribsiz. Sizning mehnatlaringiz, qilgan insonlarga yaxshiliklaringiz, farzandlar uchun, nabiralar uchun, shogirdlar uchun qilayotgan g'amxo'rligingiz hamma vaqti elning e'tiborida. Sizga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, kuch-quvvat Allohdan so'rab qolaman. Ikki dunyo saodatini sizga Allohim nasib etgan bo'lsin. Mana siz bilan
ko'p yillar birga ishlashish nasib etgan bo'ldi. Sizdan juda ko'p narsalarni insoniylik nuqtai nazaridan, kasb nuqtai nazaridan o'rganish nasib etgan bo'ldi. Mana shu sizning menga o'rgatgan o'gitlaringiz, bergan maslahatlaringiz, sizning tajribangiz menda ham mana shu bugungi kunga yetgan darajamda o'zining munosib hissasi bor deb hisoblayman. Sizning insoniy fazilatlaringiz beqiyosdir. U bevosita eng asosiy insonlarga muomalada doimo katta kichik demasdan, lavozimiga qaramasdan doimo insonlar bilan samimiy munosabatda bo'lishingiz, ularning doimiy hol ahvolidan xabardor bo'lishni, ularga doimo yaxshilik qilishni sizdan biz o'rganganmiz. Ustoz shu yildan ilmli, ma'rifatli insonlar chiqsin deya niyat qildi. Yordamini ayamadi. Iste'fodagi polkovniklar, yuridik fanlar doktori, professorlar Isomiddin Ismoilov, Abdug'affor Sattorov, viloyat ichki ishlar organida xizmat qilgan iste'fodagi polkovnik Berdibek Ummatov, iste'fodagi podpolkovnik Mustafaqul Begaliyev va yana boshqa sohalarda el hurmatiga sazovor bo'lgan insonlar ko'p. Jonzoq bobo kitobxon inson. Uyida kutubxonasi bor. Ko'p mutolaa, mushohada qiladi. Mutafakkirlarning asarlari, masallalari odamzod hayotidan olib yozilganligidan hayratlanadi. Aslida ham shunday. Hayotning changalzorlarida bo'ri bo'ridek yashaydi. Chumchuq u shoxdan bu shoxga sakrab, qo'nib uchib yashaydi. Axiri yerga qo'nadi. Umr o'tib boryapti. Inson tabiati shunday. Yosh ulg'aygan sari mehr va muhabbatni, silai rahmni yanada qadrlaysan. Qarindosh avlodlar, qadrdon insonlar didoriga ilhaq bo'lib yashaysan. Seni yo'qlaganlarni Xudo siylasin deb duo qilasan. Allohdan ikki dunyo saodatiga erishmoqqa umid qilasan. Mana, qariyb 60 yildirki Jonzoq bobo va Fotima ona mehr va muhabbat bilan umr guzoronlik qilib kelmoqda. Ular 5 nafar farzand ulg'aytirishdi. 19 nafar nabira-yu 26 nafar chevaralari bor piru badavlat oila sohiblari. O'g'li iste'fodagi mayor Mansur Turdimurodov ota izidan borib ichki ishlar organida namunali xizmat qildi. Yorug' yuz bilan nafaqaga chiqdi. Padari buzrukvonining onajonining duosini olay, ularni rozi qilay deb xizmat qilib yuribdi. Qangli mahallasidagi Sarimazor qabristoni. Jonzoq boboning katta otasi Turdimurod bobo, onasi Sanam momo, qahatchilikda olamdan o'tgan Sog'di ismli singlisi mana shu zaminga ko'milgan. Bu sukunat diyorida ularning siymosi namoyon bo'ladi. barcha o'tganlar Turdimurod Sanam ham Gulsum opalarsa Sarimsakir, Sog'sig'li, Maqsad, Shirinjon, Alisher Jo'raboy, shu yerda yotgan barcha ota urg'im, ona urg'im, qish aqrabotlari, bekafir, bejanaza, zurriyat qolmagan, duoga muhtoj bo'lib turgan barcha marhumalarning oxiratini obod qilsin bolam. Enajonim kelaman, aka, opa, kutib turibman. Turg'un jonim. Jonim, Xudo nasib qilsa bolam. Mana shu yerda mana bolam kovlaysan. Kovlatasan mana. Yenimga qarab boshimni qo'yadi. Akamlarga qarab olib qo'yadi mana. Bu jayab qo'yibman mana. Bir kun qaytamiz da. Men Jonzoq bobo bilan uzoq yillardan beri hamsuhbatman. Ustozning insoniy fazilatlaridan bir muhim jihatni angladimki, ustoz
o'zgalarga ko'plab yaxshiliklar qilgan, birida zohir, birida esa botin. Bundan birovga malomat qilmadi, bandasi bilmasa Xudo biladi bolam deb qo'yadi. Balkim ana shu yaxshi amallari sababmi unga go'zal taqdir nasib etdi. Ustozning huzur halovati ham shundandir. Men taqdirning bunday yorqin sahifasini umr saodati deb atagim keldi. Sizlarga ham niyat qildim. Barchangizga assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Yolga kim avval qadam mana shuqa turib kim Madina